Boyimni opa, assalomu alaykum. Assalomu Qalisiz, alaykum, yaxshimisiz? yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Assalomu alaykum, yaxshimisiz? Boyimni opa, sizni ko'rib qolganim yaxshi bo'ldi. Qizingiz вообще молодец, rahmat. Eng birinchi o'rinda bajaradi uyga vazifalarni. Даже yonidagi o'rtoqlariga ham yordam beradi. Voy, o'sha kuni Garvardga 100% grant yutaman ustoz, deyaptilar. Xudo xohlasa, shu ketishda bo'lsa albatta yutadilar. Voy, gapirmang, uyda ham faqat ingliz tili bilan shug'ullanadi. Mayli, Munira opa, yaxshi yuring, darsim bor edi, gaplashamiz. Xo'p, mayli, yaxshi yuringlar, xo'p. Voy qo'shni, kuni bo'yi ishda bo'lsangiz, qachon vaqt topasiz qizingiz bilan shug'ullangani? Voy, qizimni Biltonga berganman qo'shni. Qanaqa joy ekan u Bilton? Umuman boshqa joylarga o'xshamaydi. Haftasiga 3 kun dars o'tadi, 2,5 soatdan. Darslarni 3 qismga bo'lib o'tishadi. Alohida speaking, alohida writing, alohida reading qilib o'tishadi. Bolalarni 5 yoshdan qabul qilishar ekan. Biltonga 1 yildan buyon boradi. Avval hech qachon bunaqa qiziqtira olmaganman qizim ingliz tiliga. Hozir o'zi eslatadi, "Oyi, bugun darsimiz bor" deb. Men ham o'g'limni nechta joyga olib borib ko'rdim, hech ham o'rganolmayapti. Shu Biltonga men ham bir olib borib ko'ring-chi. Как раз ertaga dars bor, unda borishimiz oldi, siz ham chaqiraman deb birga boramiz. Ungacha siz Instagramidan ko'rib turing natijalarini. Instagramga Bilton English deb yozsangiz chiqadi.